O'zbekistonda ginekolog jinsiy labning bir qismini kesib tashlab, yordamsiz tatib ko'rishga berdi. Mani doim bitta savol juda ham qiynab keladi. Nimaga mana shunaqa najosatlarni yuzini doim berkitib qo'yishadi? Bunaqa ifloslarning yuzini hamma ko'rish kerak emasmikin? Reklama qilish uchun odamning tanasi oddiygina bir rekvizitga aylanib qolibdi. Bu yerda gap jirkanch kadrlar haqida emas, gap ishonch haqida. Ayol zoti shifokorga murojaat qilayotganda hayotini, sog'lig'ini, eng muhimi or-nomusini ishonib topshiradi. Kechirasizlar-yu, menga o'xshagan bir cho'chqani tezagiga ham arzimaydigan odamlar u ishonchi nimaga aylantiradi? Trendga aylantiradi. Keyin yana hayron bo'lishni bilamiz. Nimaga jamiyat bunchalik buzilib ketyapti? Hech qanaqangi jamiyat buzilib ketayotgani yo'q. Hamma gap bizning o'zimizda, ya'ni odamlarning o'zi buzilib ketyapti. Eng qo'rqinchlisi, bu voqea kontent sifatida tarqatildi, ko'rildi, ulashildi, gapirildi. Biza bo'lsa bunaqa jarayondan jirkanib turib ham shundayligicha tomosha qilamiz. Shifokorlik bu kasb emas. Bu juda ham katta mas'uliyat. Savol bitta. Biza qachon shu sensatsiyani emas, qadriyatni trendga aylantiramiz?